Assalomu alaykum. Buxoroy Sharif shahri yuqori turuvchi organlari. Mana bu gazli shoh krugi bozorcha Sharq birdan keladigan yo'l. Mana shu yo'ldan Vodnikka, Shirbuzin tomonga qo'shilib ketadigan yo'lga qo'shilish uchun shahardan kelayotganlar uch kilometr shahardan chiqib razvorot qilib kelishimizga to'g'ri kelyapti. Iltimos sizlardan bir ishni boshlagan vaqtlaringiz, mana shu yo'l ta'mirlaydigan insonlar, sizlardan iltimos, yo'l ta'mirlashni boshlagan vaqtlaringiz probka bo'lmasliklarini va shu insonlarga og'ir bo'lmasligi uchun masalani ikkinchi tomonlarini ham o'ylab chiqinglar. Mana razvorot ochinglar, xatyabi mana bu yerlardan yaqinroq 3 kilometr emas, yaqinroq joydan razvorot ochib qo'yishlaringizni so'rab va iltimos qilamiz. Hozir men mana shu Sherbudin yo'liga ketishim uchun 3 kilometr u yoqdan razvorot qilib keldim va razvorotda ham juda ham ko'p avtomashinalar razvorot qilib kelyapti. Chunki bitta razvorot ochib qo'yilgan, u ham 3 kilometrdan keyin. Mana krug ta'mirlanyapti. Lekin bu yoqda odam ko'rmayapman men. Ana shu insonlar ishlayotgan ekan. Bu qarshi stanka yangisi. Bu yoqdan kelishda mana kelyapsiz. 3 kilometr u yoqqa borib razvorot qilish kerak.